Hurmatli vatandoshlar, aziz nuroniylar, qadrli ota-onalarimiz. Bugun men sizlarga shunday bir muhim va afsuski, og'riqli xabarni yetkazmoqchimanki, bu xabar har biringizning kundalik hayotingizga, salomatligingizga bevosita ta'sir qiladi. Bu videoda sizlar bepul tibbiy xizmatlar endi qanday qilib butunlay bekor qilingani, davlat tomonidan ko'rsatiladigan imtiyozli davolanish yo'llanmalari nega to'liq bekor qilinayotgani va shu bilan birga keksalik gashtini so'rayotgan fuqarolarimiz uchun tibbiy yordam olish qanchalik murakkablashayotganini batafsil bilib olasiz. Bepul tibbiyot endi yo'q. Ha, siz adashmadingiz. Bu shunchaki og'riqli bir xabar emas. Bu bizning qariyalarimizga, umr bo'yi shu yurt uchun sidqidildan mehnat qilgan insonlarga qilingan navbatdagi katta zarba. Sog'liqni saqlash vazirligi jimjit, asta-sekinlik bilan shunday bir islohotni ilgari surmoqdaki, unga ko'ra endi hatto pensionerlarni shifoxonaga yotqizish ham pullik bo'ladi. Agar sizda yangi majburiy tibbiy sug'urta polisi bo'lmasa, har qanday tibbiy yordam uchun cho'ntagingizdan pul chiqarishga majbur bo'lasiz. Bu sug'urta polisi bir yilda kamida 450 ming so'mga tushadi va eng achinarlisi shundaki, bu mablag' to'g'ridan-to'g'ri sizning pensiyangizdan ushlab qolinadi. Endi tasavvur qiling, bu qog'ozi yo'qlarni poliklinika ostonasidan ham ichkariga qo'yishmaydi. Tez yordam chaqirish uchun esa har safar naqd 150 ming so'm to'lashga majbur bo'lasiz. Bu qanday ahvol? Bu qanday adolat? Siz umringiz davomida shu yurt uchun tinimsiz mehnat qildingiz, gisht qo'ydingiz, davlatimiz ravnaqi uchun zahmat chekdingiz. Yillab korxonalarda, kolxozlarda, idoralarda ter to'kdingiz, davlatga muntazam soliq to'ladingiz. Farzandlaringizni, nabiralaringizni tarbiyaladingiz, ularni elga xizmat qiladigan insonlar qilib voyaga yetkazdingiz. Endi keksalik gashtini so'raman, davlatim mendan gamxo'rlikni ayaydi deb o'ylagan paytingizda, davlatimiz sizga shunday minnatdorchilik bildirmoqdami? Sizningcha bu adolatdanmi? Men ko'p yillik yuridik faoliyatim davomida ko'plab keksa insonlarning hayot hikoyalarini eshitganman. Har bir qaringa qaraganimda, uning ko'zlarida butun bir tarixni, mashaqqatli mehnatni, bunyodkorlikni ko'raman. Sizningcha o'zining butun umrini vatan taraqqiyotiga bag'ishlagan, hozirda esa pensiyaning har bir tiyiniga qarab yashayotgan bobomiz yoki buvijonimiz o'zining salomatligi uchun endi qo'shimcha to'lov qilishga majbur bo'lishi qanchalik to'g'ri? Menimcha bu yerda gamxo'rlik emas, balki gaflat hukmron. Bizning oqsoqollarimiz va onaxonlarimiz davlatimizning tirgaklari, ma'naviy ustunlaridir. Ularga bunday munosabat yurtimizning qadriyatlariga zid emasmi? Azizlar, sizning hayotingizda shunday bir misol bormi? Siz umringiz davomida qanday mashaqqatli mehnat qilib, davlatimiz rivojiga o'z hissangizni qo'shgansiz? Bugun esa shu mehnatlaringiz evaziga davlat sizga berishi kerak bo'lgan eng oddiy huquq, bepul tibbiy yordamdan mahrum etilyapti. Sizningcha bu qanday munosabat? O'z hayotingizdan, mehnat yo'lingizdan bir parcha, bu yangi islohot haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning har bir fikringiz, har bir hikoyangiz biz uchun nihoyatda muhim. Azizlar, agar bu kabi muhim huquqiy o'zgarishlardan, bizning yoshi ulug'larimizning manfaatlariga ta'sir qiluvchi qonunlardagi yangiliklardan doimiy xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Faqatgina birgalikda bir musht bo'lib, biz o'z huquqlarimizni himoya qila olamiz va davlatdan o'zimizga tegishli bo'lgan gamxo'rlikni talab qila olamiz. Har bir obuna, har bir izoh, har bir layk bu kurashda bizga kuch bag'ishlaydi. Bizning ovozimizni eshitishlariga yordam bering. Keling, avvalo bir oz orqaga qaytib, yaqin 60ni eslaylik. Bir necha yil avval bizning davlatimizda pensionerlar uchun bepul tibbiy xizmatlar, imtiyozli davolanish yo'llanmalari bu shunchaki bir qog'ozdagi va'da emas edi, balki bu amaldagi bir huquq, davlatning o'z keksa fuqarolariga bo'lgan ehtiromi va gamxo'rligi belgisi edi. Yoshidan qat'iy nazar, har qanday pensioner kasal bo'lib qolsa, poliklinikaga erkin murojaat qila olar edi. Kerak bo'lsa shifoxonaga yotqizilib, bepul davolanish imkoniyatiga ega edi. Pensiya jamg'armasi orqali sanatoriy kurortlarga imtiyozli yo'llanmalar olish mumkin edi. Bu huquqlar shunchaki berilgan emas edi, balki bu bizning otaxonlarimiz va onaxonlarimizning yillar davomida qilgan fidokorona mehnatlarining munosib bahosi, ularga davlatning minnatdorchiligi edi. Bu narsa har bir o'zbek oilasida, har bir mahallada chuqur ildiz otgan tushuncha edi. Bizning madaniyatimizda kattalarni e'zozlash, ularga hurmat ko'rsatish eng muqaddas qadriyatlardan biri sanaladi.
Va davlat ham o'z navbatida bu an'analarni hurmat qilgan holda keksalarga munosib sharoit yaratib berishga intilardi. Bu oddiy holat edi, bu odatiy, tabiiy holat edi. Hech kim shubha qilmasdi, har bir pensioner kasal bo'lsa, davlat gamxorlik qiladi deb ishonardi. Ammo bugun biz qanday reallikka duch kelyapmiz? Endi bul bepul degan sozning ozi shunchaki ma'nosini yo'qotmoqda. Hozirgi kunda sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar aslida qog'ozda qanchalik chiroyli ko'rinmasin, amalda bizning yoshi ulug'larimizning gardaniga qo'shimcha og'ir yuk bo'lib tushmoqda. Majburiy tibbiy sug'urta joriy etilishi menimcha juda shubhali bir qaror. Tasavvur qiling, bir inson umr bo'yi soliq to'lab, shu davlatning gaznasini to'ldirib keldi. O'z salomatligi evaziga yillar davomida mamlakat iqtisodiyotiga hissa qo'shdi. Endi keksaligida eng ko'p tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan paytida davlat undan yana pul talab qilyapti. Va bu pul to'g'ridan-to'g'ri uning arzimagan pensiyasidan ushlab qolinadi. Bir yilda 450 ming so'm bu ko'pchilik pensionerlar uchun bir oy yashashga yetadigan mablag'ga teng bo'lib qolishi mumkin. Bu pul bir qarashda kamdek tuyulishi mumkin, ammo bu pul bilan qancha dori-darmon olsa bo'ladi, qancha ro'zg'or kamchiligini qoplash mumkin. Bu shunchaki bir raqam emas, bu har bir keksa insonning kundalik kurashining yana bir og'ir yukidir. Bizning onaxonlarimiz va otaxonlarimiz endi dori uchun pul yetkazish haqida emas, balki tibbiy xizmatning o'zi uchun pul to'lash haqida qayg'urishga majbur bo'lishadimi? Meni eng ko'p ranjitadigani shuki, bu o'zgarishlar hech qanday jamoatchilik muhokamasisiz, aholining keng qatlami bilan maslahatlashmasdan jimjit amalga oshirilayotgani. Nega? Nega pensionerlarning o'zlarining fikrlari inobatga olinmayapti? Axir bu ularning hayoti, ularning salomatligi bilan bog'liq. Mahalla faollari, oqsoqollar, onaxonlar, sizlar ham bu masalada o'z so'zingizni aytishingiz kerak emasmi? Pensiya jamg'armasi ham bu masalani shaffoflik bilan tushuntirib berishi shart edi. Ammo biz nima ko'ryapmiz? Odatiy reformalar bahonasida navbatdagi qiyinchiliklar o'z gardanlariga yuklanayotgan keksa insonlar. Bu yangi islohotlar asosan qaysi pensionerlarga ko'proq ta'sir qiladi deb so'rashingiz mumkin. Aslida har bir pensioner risk zonasida. Ammo ayniqsa quyidagi toifadagi fuqarolarimiz eng og'ir ahvolga tushib qolishlari mumkin. Birinchidan, surunkali kasalliklarga chalingan, doimiy ravishda shifokor nazoratida bo'lishi va davolanishi kerak bo'lgan pensionerlar. Ular uchun har yili 450 ming so'm to'lash juda katta yuk. Bu kasalliklar keksalikda tobora ko'payib boradi va davolanishga bo'lgan ehtiyoj oshadi. Ikkinchidan, pensiyasining har bir tiyiniga qarab yashaydigan, ro'zg'orda faqat pensiya daromadi bo'lgan yolg'iz pensionerlar. Ularning pensiyasi allaqachon kommunal to'lovlar, oziq-ovqat va zarur dori-darmonlarga zo'rga yetadi. Endi qanday qilib ular bu qo'shimcha to'lovni qoplashadi? Bu ularning kundalik ro'zg'origa katta teshik ochadi. Uchinchidan, chekka qishloq va ovullarda yashovchi pensionerlar. Ularda tez yordamni chaqirish ham, poliklinikaga borish ham qiyinchilik tug'diradi. Transport muammosi, masofaning uzoqligi ularning ahvolini yanada og'irlashtiradi. Endi pullik xizmatlar ularga deyarli erishib bo'lmas holga keladi. Ba'zilar pensiyalar oshirilmoqda-ku deyishi mumkin. Ha, pensiyalar vaqti bilan oshiriladi. Ammo bu oshirishlar inflyatsiya sur'atlaridan ancha ortda qolmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmonlar, kommunal xizmatlar narxi oshgan sari pensiya oshganiga qaramay, pensionerlarning turmush darajasi pasayib bormoqda. Endi esa bu arzimas oshirishlarning bir qismi majburiy sug'urtaga ketadi. Ya'ni aslida hech qanday oshish bo'lmayapti, balki shunchaki bir cho'ntakdan olib, ikkinchisiga solish holati yuz beryapti. Bu aslida pensiya miqdorining kamaytirilishi bilan barobar emasmi? Keling, xayolan bir tasavvur qilaylik. 65 yoshli holida onaxonni olaylik. Uning umri dalada paxta terish, fermada sigir boqish bilan o'tgan. Yoshligida qishloq xo'jaligini ko'tarish uchun fidokorona mehnat qilgan. Erta tongdan shomgacha ishlayvergan, salomatligini ham o'ylamagan. Hozir uning yelka va bogimlarida og'riq, qon bosimi baland. Pensiyasi 1 million so'm atrofida. Uning farzandlari shaharda, o'zlari ham ro'zg'or tebratishga zo'rga ulgurishadi. U onasiga muntazam yordam berishga qurbi yetmaydi. Holida onaxon har oyda dori-darmonlarga kamida 200 ming so'm sarflaydi. Kommunal to'lovlar ham qariyb 200 ming so'm. Oziq-ovqat uchun ham 400 ming so'm ketadi.
Qolgan mablag' bilan nevaralariga bir shirinlik olib berishga, kiyim-kechak xarid qilishga harakat qilardi. Endi tasavvur qiling, bu holida onaxonning pensiyasidan yana 450 ming so'm sug'urta uchun ushlab qolinadi. Uning qo'lida endi qancha pul qoladi? U endi kasal bo'lsa, poliklinikaga borish uchun yoki tez yordam chaqirish uchun qanday qilib qo'shimcha pul topadi? Uning yuzidagi ajinlar orasida aks etgan butun bir avlodning mehnatini, uning chehrasidagi xotirjamlik o'rniga tashvishni ko'rib, yuragim og'riydi. Uning qattiq mehnat qilgan qo'llari endi titroq bosib, kasalxonaga borish uchun yo'l haqi ham topa olmayotganini ko'rish qanchalik ayanchli. Yoki boshqa bir misol. 70 yoshli Normurod boboni olaylik. U shaharda yashaydi, butun umri davomida zavodda muhandis bo'lib ishlagan. Yangi texnologiyalarni joriy qilish, mahsulot sifatini oshirish uchun jon kuydirgan. Uning ham pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Xotini vafot etgan, bir ozi yashaydi. Ko'z nurida biroz pasayish bor, yuragi ham tez-tez bezovta qiladi. Normurod bobo ham doimiy ravishda dorilar qabul qiladi. U davlat bizga gamxo'rlik qiladi deb umid qilardi. Endi esa u har oyda ma'lum bir miqdorda sug'urta uchun pul to'lashga majbur. Uning uchun bu puldan ko'ra davlatning e'tibori, hurmati muhimroq edi. Uning qanday qilib xasta ko'zlari bilan bu yangilikni hazm qilayotganini tasavvur qilib ich-ichimdan ranjiman. Axir bizning bobolarimiz va buvilarimiz uchun davlat gamxo'rligi, jamiyatning hurmati bu puldan ustun edi-ku. Ular o'zlarini tashlab qo'yilgandek his qilishadimi? Bunday holatda ularning ruhiy holati qanday bo'lishini hech kim o'ylab ko'rdimi? Bu kabi misollarni minglab keltirish mumkin, azizlar. Har bir mahalla, har bir qishloqda bu kabi og'ir hayotni kechirayotgan yoshi ulug'larimiz ko'plab topiladi. Ular davlatdan katta boylik so'ramaydi, shunchaki tinchgina, xotirjam keksalikni kechirishni, sog'liqlariga e'tibor berilishini istashadi. Ular davlat budjetini to'ldirish uchun oz umrini bag'ishlashgan. Endi esa o'sha budjetdan o'zlari uchun belgilangan huquqni olish uchun pul to'lashga majburlar. Bu gift adolatsizlik emasmi? Bizning jamiyatimizda, bizning an'analarimizda bu qanday qilib munosib ko'rilmoqda? Sizning mahallingizda, qishlog'ingizda yoki shaxsan o'zingizda bu holatga qanday qarashadi? Yoki sizningcha davlat bizga, yoshi ulug'larga haqiqatan ham gamxo'rlik qilyaptimi, yoki shunchaki bir navbatdagi qiyinchilikni bizning gardonimizga yuklayaptimi? So'nggi paytlarda sizning yoki yaqinlaringizning tibbiy xizmatlardan foydalanishda qanday tajribalaringiz bo'ldi? Poliklinikalarda sizni qanday kutib olishdi? Tez yordamga murojaat qilganingizda qanday ahvolga tushdingiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni, tajribalaringizni yozib qoldiring. Bu har birimiz uchun muhim. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday qilib chiqish mumkin? Nima qilish kerak? Birinchi navbatda men sizlarga shuni maslahat beraman. Vahima qilmang, ammo befarq ham bo'lmang. Chunki sizning harakatsizligingiz bu kabi adolatsizliklarning davom etishiga sabab bo'lishi mumkin. Birinchidan, har biringiz pensiya jamg'armasi hududiy bo'limlariga murojaat qilib, ushlab qolinadigan sug'urta polisi haqida to'liq ma'lumot olishga harakat qiling. Qanday tartibda ushlab qolinadi? Qaysi muddatga mo'ljallangan? U qanday xizmatlarni qamrab oladi? Bularni bilish shart. Sizning har bir tiyiningiz qayerga ketayotganini bilishga haqqingiz bor. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga aniq va shaffof ma'lumot berishlari shart. Agar ma'lumot berishdan bosh tortishsa, yuqori turuvchi tashkilotlarga shikoyat qilishga haqqingiz bor. Ikkinchidan, yangi majburiy tibbiy sug'urta polisini olishdan avval uning shartlarini juda diqqat bilan o'rganing. U qanday tibbiy xizmatlarni kafolatlaydi? Qaysi shifoxonalarda, qaysi poliklinikalarda sizga xizmat ko'rsatiladi? Qanday kasalliklar ro'yxati ushbu sug'urta doirasiga kiradi? Chunki ko'pincha majburiy sug'urta degan tushuncha ostida eng zarur xizmatlar inobatga olinmasligi mumkin. O'qishni va tushunishni talab qiling. Agar tushunarsiz joylari bo'lsa, mutaxassisdan, ya'ni biz kabi yuristlardan maslahat so'rang. Bu pullik bo'lishi mumkin, ammo bir marta mutaxassis bilan maslahatlashish keyinchalik katta muammolarning oldini olishga yordam beradi. Unutmang, sizning pulingiz ushlab qolinadi, demak siz to'liq ma'lumot olishga haqlisiz. Uchinchidan, mahallalardagi faollar, oqsoqollar, o'zingizning mahalliy hokimiyat vakillari, deputatlar bilan uchrashing. Bu masalani ko'taring. Ulardan pensiya jamg'armasi va Sog'liqni saqlash vazirligiga sizning nomingizdan rasmiy murojaat qilishni talab qiling.
Bir kishining ovozi eshitilmasligi mumkin, ammo yuzlab, minglab pensionerlarning birgalikdagi murojaatlari e'tiborsiz qolmasligi kerak. Bizning mamlakatimizda mahalla instituti juda kuchli. Mahalla sizning ovozingizni davlatga yetkazish kerak. Mahallaning har bir a'zosi oz nuroniylarga gamxorlik qilishi shart. To'rtinchidan, agarda sizga shoshilinch tibbiy yordam kerak bo'lib qolsa va sizda hali sug'urta polisi bo'lmasa, tez yordamni chaqirishdan bosh tortishmasligi kerak. Agar tez yordam kelib 150 ming so'm naqd pul talab qilsa, bu vaziyatni to'liq o'rganib chiqish lozim. Hali rasman bu tartib to'liq joriy etilmagan bo'lishi mumkin yoki shoshilinch holatlarda qonuniy imtiyozlar bo'lishi mumkin. Qonun doirasida harakat qilishni talab qiling. Kerak bo'lsa, ularning harakatlarini video yoki ovozli yozuvga oling va bizga murojaat qiling. Biz sizga qonuniy asosda yordam berishga harakat qilamiz. Sizning hayotingiz va sog'ligingiz har qanday puldan ustun turadi. 5-dan, pensiya jamg'armasi tomonidan pensiyadan ishlab qolingan har qanday pulni tasdiqlovchi hujjatni talab qiling. Bu sug'urta polisi bo'lishi shart. Sug'urta kompaniyasining nomi, polisi raqami, uning amal qilish muddati, qoplanadigan xizmatlar ro'yxati aniq ko'rsatilgan hujjat bo'lsin. Har qanday shubhali holatda bu hujjatlar sizga yordam beradi. 6-dan, tibbiy yordam olish huquqidan mahrum qilingan har bir holatni hujjatlashtiring. Poliklinikadan qaytarishdimi? Kim qaytardi? Qanday sabab bilan? Bularni yozib oling. Bu holatlar kelgusida sizning huquqlaringizni himoya qilishda muhim dalil bo'lishi mumkin. Har qanday noqonuniy harakatlarga jim qarab turmang. Unutmasligimiz kerak, biz o'zbek xalqimiz, mehmondo'st, bag'rikeng xalqmiz. Keksalarni hurmat qilish, ularga gamxorlik qilish bizning qonimizda bor. Davlatimiz ham xalqimizning bu ezgu an'analarini hurmat qilgan holda o'zining nuroniylariga munosib gamxorlikni ta'minlashi shart. Keksa avlod bu bizning boyligimiz, tariximiz, qadriyatimiz. Ularga e'tiborsizlik qilish, ularni moliyaviy qiyinchiliklar oldida yolg'iz qoldirish, bu shunchaki qabul qilib bo'lmaydigan holat. Sizning yoshingizda inson o'z hayotining xotirjam va gamtashvishsiz o'tishini istaydi. Davlat esa bu tinchlikni ta'minlashi lozim. Shunday qilib, azizlar, bugun biz bepul tibbiy xizmatlar haqidagi achchiq haqiqatni muhokama qildik. Endi siz menga aytingchi, hozirgi vaziyatda bizning yoshi ulug'larimiz, umr bo'yi shu davlat uchun mehnat qilgan fuqarolarimiz aslida davlatga qandaydir bir moliyaviy yuki bo'lib qolishdimi? Yoki davlat ularga chinakam gamxorlik qilyaptimi deb ayta olamizmi? Sizningcha bepul tibbiyot endi bor deb ayta olamizmi, azizlar? O'z javoblaringizni izohlarda yozib qoldirishdan erinmang. Sizning fikringiz har birimiz uchun nihoyatda muhim. Birgalikda bizning ovozimiz yanada baland yangraydi.